Men qo'y go'shtiman. Meni intervyuga chaqirishibdi. Hayronman, qanaqa suhbat bo'larkin men bilan ko'raylikchi. Azizlar, mana bugun studiyamizga qo'y go'shtini chaqirganmiz, intervyu qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga savolim shuki, nimaga sizni mol go'shtiga qaraganda kamroq yeyishadi? Narxingiz qimmatmi yoki boshqa sabab bormi? Shu haqida ikki og'iz gapiring. Meni narxim mol go'shti bilan unaqa katta farq qilmaydi. Odamlar meni hidi bor, sassiq deyshadi, balki shunga kamroq yeyishsa kerak menimcha. Lekin men sezmadim, unaqa hidingiz yo'q, sasimayapsiz. Savolim shuki, inson organizmiga sizni qanaqa foydangiz bor? Xo'p, men oqsilga boyman, tanaga quvvat beraman, immunitetni oshiraman, asab uchun ham foydaliman. Ayniqsa sovuq kunda badanni qizdiraman, lekin kechasiga ja ko'p yeyish kerak emas, meni yugurtirib yuborishim mumkin. Qo'y dumbasidan jizza qilib yesa, ayniqsa piyozlar bilan voy degan joylaridan kichkina bolalarga ham foydasi bor-da jizzani. Xullas, obunachilar, mol go'shtimi, qo'y go'shtimi tanlov o'zingizlardan. Qo'y go'shti yeyishdan uzilib qolmanglar albatta, me'yori bilan. Bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga foydali maslahatlar berib boramiz. Videoni qo'y go'shti sassiq deydigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.